Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men bugun sizlarga Odil Yoqubovning Ulug'bek xazinasi asari haqida ma'lumot bermoqchiman. Odil Yoqubov 1926-yil 20-oktyabrda hozirgi Janubiy Qozog'iston viloyatining Qarnoq qishlog'ida tug'ilgan. O'zbekiston xalq yozuvchisi 1985-yili Toshkent davlat universitetining filologiya fakultetini tamomlagan. Odil Yoqubovning birinchi yirik asari Tengdoshlar qissasi 1951-yilda bosilib chiqqan. Uning Chin muhabbat, Aytsam tilim, aytmasam dilim kuyadi kabi komediyalari Hamza nomidagi O'zbek akademik drama teatri sahnasida qo'yilgan. Bundan tashqari yozuvchining Qanot juft bo'ladi, Ikki muhabbat, Billur qandillar, Er boshiga ish tushsa asarlari ham mavjud. Yozuvchi 1977-yil Hamza nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti laureati, 1994-yil Do'stlik, 1998-yil Er yurt hurmati ordenlari bilan taqdirlangan. Odil Yoqubov 2009-yil 21-dekabr kuni Toshkentda vafot etadi. Odil Yoqubovning Ulug'bek xazinasi tarixiy romani 1970-1973-yillarda yozilgan. Asar ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismida Mirzo Ulug'bekning hayoti va fojiali o'limi haqida, ikkinchi qismida esa shogirdlarning uning ilmiy merosini saqlab qolish yo'lidagi kurash haqida hikoya qilinadi. Padarkush toju taxt 6 oy. Nizomiy Ganjaviyning jumlalarini o'qigan Abdulatif nechog'lik xato qilganini anglaydi. Anglaganda ham o'zini kutayotgan fojialarni, atrofdagi sotqinlarni xiyonatlarini ko'rib, bilib anglaydi. Otasiyu o'z jigariga qilgan xunrezligi, millat ma'naviyatiga qilgan adolatsizligi ko'z oldida yaqqol namoyon bo'ladi. Ko'ngli sezgan mudhish taqdir boshiga yalang'och qilich bo'lib ko'tarilganda tilida bir kalom keladi. Gunohkor farzandingizni kechirgaysiz buzrukvor, ammo bu bilan na otasi, na xalqi oldida o'zini oqlay oladi. Odil